Salom hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan hayotimizning eng muhim, eng dolzarb masalalardan birini muhokama qilamiz. Bu sizning har biringizga, ayniqsa hurmatli ota-onalarimiz va bobo-buvlarimizga bevosita taalluqli. Agar siz pensiyada bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bu videoni boshidan oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Negaki, bugun men sizlarga Atalit va Rizqdeno pensionerlar uchun gaz kompensatsiyasi mavzusi bo'yicha to'liq va aniq ma'lumotlarni taqdim etaman. Bu shunchaki mish-mish emas, balki rasman tasdiqlangan real yordam dasturi haqida gap ketyapti. Bu ma'lumotlar nafaqat muhim, balki hozirgi sharoitda har bir oila byudjeti uchun kritik ahamiyatga ega. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Toki bu muhim yangilik ko'proq insonlarga yetib borsin va hech kim bu imkoniyatdan bexabar qolib ketmasin. Bu sizning gaz to'lovi bo'yicha og'irligingizni sezilarli darajada yengillashtiradigan haqiqiy imkoniyatdir. Core of the problem: how it was before and what has changed now. Keling, avvalo bu masala qanday paydo bo'lganini va bunga qadar vaziyat qanday bo'lganini tushunib olaylik. O'zbekiston aholisi, ayniqsa keksa avlod vakillari, har doim kommunal xizmatlar, xususan gaz to'lovlari bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelib kelgan. Yillar davomida gaz narxlari global talab oshishi, infratuzilma modernizatsiyasi va iqtisodiy islohotlar tufayli o'zgarib turdi. Bu o'zgarishlar, afsuski, ko'pincha pensiya miqdorlaridan tezroq sodir bo'lgan. Natijada ko'plab pensionerlar ayniqsa qish mavsumida uylarni isitish uchun katta miqdordagi mablag' sarflashga majbur bo'lishgan. Kichik pensiya bilan oila byudjetining katta qismini gaz to'lovlariga ajratish, ro'zg'orning boshqa ehtiyojlariga, jumladan oziq-ovqat, dori-darmon va kiyim-kechaklarga pul ajratishda jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. Oldinlari albatta ijtimoiy himoya tizimlari mavjud edi. Ba'zi kam ta'minlangan oilalarga, shu jumladan tarkibida pensionerlar bo'lgan oilalarga kommunal xizmatlar uchun subsidiya yoki boshqa turdagi moddiy yordam ko'rsatilgan. Biroq bu yordam dasturlari ko'pincha umumiy xarakterga ega bo'lib, aynan gaz to'lovlari uchun aniq va keng qamrovli kompensatsiya mexanizmi yo'q edi. Aksariyat hollarda pensionerlar bu yordamga murojaat qilish uchun juda ko'p qog'ozbozlikdan o'tishlari, ko'plab hujjatlarni to'plashlari va uzoq kutishga majbur bo'lishgan. Bu esa ularning ko'pchiligini charchatgan. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumatimiz va mutasaddi tashkilotlar pensiyadagi fuqarolarimiz ahvolini chuqur tahlil qilib, gaz to'lovlari yukini yengillashtirish maqsadida muhim qaror qabul qildi endilikda. Bu shunchaki umumiy ijtimoiy yordam emas, balki aniq maqsadli rasman tasdiqlangan va yangi gaz kompensatsiyasi dasturi ishga tushirildi. Bu dastur keksa avlod vakillarining turmush sharoitini yaxshilash, ularga munosib hayot kechirishlari uchun qo'shimcha ko'mak berishga qaratilgan. Bu har bir pensioner uchun o'ziga xos yengillik, bir nafas olish imkoniyatidir. Endi gaz to'lovlari endi eski og'riqli muammo emas, balki davlat ko'magida yengilroq bo'lishi mumkin bo'lgan masala. Bu o'zgarish asosan ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashga, aholining zaif qatlamlarini himoya qilishga va ularning turmush sifatini oshirishga qaratilgan uzoq muddatli strategiyaning bir qismidir. Bu bizning jamiyatimizdagi g'amxo'rlik va e'tiborning yaqqol ifodasidir. My partmega. Detailed breakdown: what you need to know, who should worry and who shouldn't. Demak, keling, ushbu yangi kompensatsiya dasturining asosiy jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Kimga bu yordam beriladi? Qanday shartlar bor va qanday mexanizm orqali amalga oshiriladi? Kimlar kompensatsiyaga loyiq? Eng muhim savol, kim bu kompensatsiyani olishi mumkin? Har qanday pensiya oluvchi fuqaro. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida belgilangan tartibda pensiya oladigan har bir shaxs ushbu kompensatsiya dasturidan foydalanish huquqiga ega. Bu yoshga bog'liq pensiyami? Nogironlik pensiyasimi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ahamiyati yo'q. Muhimi, sizning pensiya fondida rasman ro'yxatdan o'tganingiz va muntazam ravishda pensiya olayotganingizdir. Bu degani, pensiyangiz miqdori u yuqori bo'ladimi yoki minimal darajada bo'ladimi? Kompensatsiya olish huquqingizga ta'sir qilmaydi. Kompensatsiya faqatgina sizning pensioner maqomingizga bog'liq. Bu yerda bir muhim jihatni tushunish kerak. Kompensatsiya tizimi keng qamrovli tarzda joriy etilmoqda. Ya'ni uni faqatgina kam ta'minlangan oilalar yoki alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar emas, balki barcha pensionerlar olish huquqiga ega bo'lishlari belgilangan. Bu davlatning barcha keksa avlod vakillariga nisbatan
ko'rsatayotgan g'amxo'rligining yaqqol namunasidir. Qanday turdagi kompensatsiya beriladi va u qanday hisoblanadi? Kompensatsiya asosan tabiiy gaz to'lovlari uchun beriladi. Bu markaziy gaz ta'minoti tarmog'iga ulangan xonadonlar uchun amal qiladi. Ballonli gaz iste'mol qiluvchilar uchun alohida dasturlar mavjud bo'lishi mumkin. Ammo bu aniq kompensatsiya aynan quvur orqali keladigan tay gazga qaratilgan. Kompensatsiyaning miqdori va berish mexanizmi bir nechta omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda eng ko'p tarqalgan amaliyotga ko'ra kompensatsiya ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bir, aniq belgilangan miqdor. Bu yerda har bir pensionerga yoki har bir xonadonga agar u yerda pensioner yashasa, qat'iy belgilangan bir miqdor. Masalan, oyga 1,000 so'm yoki isitish mavsumi uchun umumiy 600 so'm miqdorida kompensatsiya ajratiladi. Bu mablag' bevosita gaz hisob-kitob varaqasiga, shet fakturaga chegirma sifatida qo'shib hisoblanadi. Ya'ni siz pulni qo'lingizga olmaysiz, balki sizning gaz to'lovingizdan avtomatik ravishda kamaytirib ko'rsatiladi. Bu tizim qulay. Chunki u pensionerlarning byudjetiga darhol ta'sir qiladi va ularning boshqa ehtiyojlariga pul yo'naltirish imkoniyatini yaratadi. 2. Iste'mol qilingan gaz narxining ma'lum bir foizi ba'zi hollarda. Kompensatsiya iste'mol qilingan gaz miqdorining yoki uning narxining ma'lum bir foizi sifatida belgilanadi. Masalan, agar siz oyga 4 ming so'mlik gaz yoqsangiz, kompensatsiya 30% tashkil qilib 20 ming so'm bo'lishi mumkin. Biroq bu foiz tizimida odatda maksimal cheklov qo'yiladi. Masalan, kompensatsiya umumiy miqdori oyiga 200 million so'mdan oshmasligi mumkin. Bu tizim ham adolatli. Chunki u ko'proq gaz iste'mol qiladigan. Katta uylarda yashaydigan yoki eski isitish tizimlariga ega bo'lgan pensionerlarga biroz ko'proq yordam beradi, ammo haddan tashqari iste'molni rag'batlantirmaydi. Asosiy maqsad isitish mavsumida gaz to'lovlari bo'yicha yengillik berish. Ammo ba'zi dasturlar yil davomida ovqat tayyorlash uchun ishlatiladigan gaz uchun ham kichikroq miqdorda kompensatsiya taqdim etishi mumkin. Hozircha diqqat markazida isitish mavsumi, chunki bu davrda gaz iste'moli va shunga mos ravishda to'lovlar eng yuqori bo'ladi. Bu qachondan boshlab kuchga kiradi. Ushbu dastur rasman tasdiqlangan va belgilangan sanadan boshlab ishga tushirilgan. Ko'pincha bunday dasturlar qishki isitish mavsumi boshlanishi bilan, ya'ni sentyabr-oktyabr oylaridan boshlab faollashadi va mart-aprelga qadar davom etadi. Biroq aniq sanalar va muddatlar mahalliy gaz ta'minoti idoralari va pensiya fondi tomonidan e'lon qilinadi. Shuning uchun rasmiy xabarlarga diqqat qilish muhim. Endi keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz, toki har bir holatda kompensatsiya qanday ishlashini tushunasiz. Bir misol. Oddiy holat, ona Qizlaroyning yengilligi Qizlaroy opa 70 yoshda, u Toshkent viloyatining qishloq hududida 2 xonali uyda yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi minimal bo'lib, oylik to'lovlari ayniqsa qishda ancha og'irlik qiladi. O'tgan qishda u oyga o'rtacha 400 ming so'm gaz uchun to'lagan. Bu uning umumiy pensiyasining deyarli yarmini tashkil qiladi. Yangi kompensatsiya dasturi doirasida unga oyga 1,5 million so'm miqdorida kompensatsiya belgilandi. Bu degani, endi u gaz uchun 400 ming so'm emas, balki 2,5 ming so'm to'laydi. Bu 1,5 ming so'm uning cho'ntagida qoladi. U bu pulni dori-darmon, oziq-ovqat yoki nabiralariga sovg'a olish uchun ishlatishi mumkin. Bu katta yengillik Qizlaroy opaning ro'zg'orini ancha yengillashtiradi. Tasavvur qiling, bu har oyda uning gaz to'lovining qariyb 37-5% qoplaydi. Bu miqdor Qizlaroy opa uchun shunchaki bir raqam emas. Balki qishning sovuq kunlarida uyini isitish, kunlik ehtiyojlarni qondirish uchun qo'shimcha imkoniyatdir. Bu kompensatsiya bevosita uning hudud gaz ta'minot AJdagi shaxsiy hisob varaqasiga avtomatik tarzda tushiriladi va u o'z to'lov kvitantsiyasida chegirma sifatida ko'radi. Bu unga ortiqcha ovoragarchiliksiz yordam olish imkonini beradi. 2 misol. Katta oila va yuqori iste'mol. Ota Bahromning holati Bahrom ota 75 yoshda Samarqand shahridagi katta 3 avlod birga yashaydigan hovlida yashaydi. Uning uyi ancha eski, isitish tizimi ham zamonaviy emas. Shuning uchun gaz iste'moli yuqori. Qishda uning oilasi oyiga 200 ming so'mgacha gaz to'lovi to'laydi. Yangi kompensatsiya dasturi Bahrom otaga ham tegishli. Aytaylik, bu dasturda maksimal kompensatsiya miqdori oyiga 200 ming so'm etib belgilangan. Bahrom ota ham ushbu maksimal miqdorni oladi. Bu degani, uning 200 ming so'mlik to'lovidan 200 ming so'm chegirma qilinib, u 600 ming so'm to'laydi.
Garchi bu uning butun to'lovini qoplamasa-da, bu ham katta yordamdir. 200 bin so'm bir oyda isitish mavsumi davomida esa ancha katta summani tashkil etadi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, kompensatsiya miqdori belgilangan cheklovlar ichida beriladi. Ya'ni iste'mol juda yuqori bo'lsa ham davlat belgilagan maksimal yordam miqdoridan oshmaydi. Bu esa bir tomondan eng muhtojlarga yordam berishni ta'minlasa, ikkinchi tomondan gazni behuda sarflashga yo'l qo'ymaslikka xizmat qiladi. Bahrom ota uchun bu miqdor oilaviy byudjetdagi yukni kamaytirishga, bolalarning o'qish xarajatlarini qoplashga yordam beradi. 3 misol. Tejamkor pensioner Bobo Sobirning vaziyati Sobir Bobo Dekin yoshda Buxoro shahridagi kichik bir xonali kvartirada yolg'iz yashaydi. U juda tejamkor inson, gazni faqat zaruriyat bo'lganda ishlatadi. Hatto qishda ham uyini me'yorida istadi. Uning oylik gaz to'lovi 120 ming so'mdan oshmaydi. Agar kompensatsiya minimal 50 ming so'm etib belgilangan bo'lsa yoki iste'molning o'tmagan bo'lsa, Sobir Bobo bu miqdorni oladi. Agar dasturga ko'ra minimal kompensatsiya miqdori oyiga 50 ming so'm bo'lsa, u ham bu yordamni oladi. Bu uning uchun nisbatan kichikroq bo'lsa-da, baribir sezilarli yengillikdir. Bu misol shuni tasdiqlaydiki, kompensatsiya dasturi nafaqat ko'p gaz iste'mol qiladigan, balki tejamkor pensionerlarni ham e'tibordan chetda qoldirmaydi. Har bir pensiyadagi fuqaro ushbu g'amxo'rlikdan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega. Bu davlatning har bir pensionerga individual yondashuvini, ularning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yordam ko'rsatishga intilishini ko'rsatadi. Kimlar xavotirlanishi shart emas va kimlar e'tiborli bo'lishi kerak. Xavotirlanish shart emas. Agar siz O'zbekiston Respublikasining pensiya oluvchi fuqarosi bo'lsangiz va rasman pensiya fondida ro'yxatda tursangiz, siz kompensatsiya olish uchun asosiy talablarga javob berasiz. Shaxsiy ma'lumotlaringiz yangi va gaz ta'minoti bilan muammolaringiz bo'lmasa, sizga avtomatik tarzda kompensatsiya hisoblanishi ehtimoli yuqori. E'tiborli bo'lish kerak. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport, manzil eski bo'lsa, hudud gaz ta'minot IJ bilan hisob kitoblaringizda nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa yoki uzoq muddatli qarzdorligingiz bo'lsa, kompensatsiya jarayonida biroz qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Bu holatlarda sizga birinchi navbatda ma'lumotlarni yangilash va mavjud muammolarni hal qilish tavsiya etiladi. Qarzlar mavjudligi kompensatsiya olishga to'liq to'sqinlik qilmasligi mumkin, ammo u kompensatsiyaning qarzni qoplashga yo'naltirilishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda keyingi bo'limda batafsilroq gaplashamiz. Main part 2. Exceptions to the rules, pitfalls and unobvious nuances. Har qanday ijtimoiy dasturda bo'lgani kabi, gaz kompensatsiyasi dasturida ham ba'zi istisnolar, e'tibor berilishi lozim bo'lgan nozik jihatlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tuzoqlar mavjud. Ularni bilish sizga jarayondan muvaffaqiyatli o'tishga va kutilmagan holatlarga tayyor bo'lishga yordam beradi. Istisnolar va maxsus holatlar. Bir asriq mavjud qarzdorlik. Mening gaz uchun qarz bo'lsa kompensatsiya ola olmaymanmi degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Odatda mavjud qarzdorlik kompensatsiya olish huquqini butunlay bekor qilmaydi. Aksincha, kompensatsiya summasi birinchi navbatda mavjud qarzdorlikni qoplashga yo'naltiriladi. Masalan, sizga 1,5 ming so'm kompensatsiya belgilangan bo'lsa-yu, sizning ertalab 300 ming so'm gaz qarzingiz bo'lsa, kompensatsiya o'sha qarzning bir qismini, 1,5 ming so'mini qoplaydi. Qolgan 1,5 ming so'm qarzni esa siz baribir to'lashingiz kerak bo'ladi. Ba'zi holatlarda agar qarz juda katta bo'lsa, sizdan qarzni to'lash bo'yicha kelishuv yoki to'lov grafikini tuzish talab qilinishi mumkin. Bu albatta har bir holatda individual yondashuvni talab qiladi va eng yaxshisi mahalliy gaz ta'minoti idorasi bilan bevosita bog'lanib vaziyatni aniqlashtirishdir. 2 asosiy mulkka egalik huquqi. Kompensatsiya olish uchun uy-joyning egasi bo'lish shartmi? Yo'q, odatda shart emas. Gaz kompensatsiyasi mulk egaligi emas. Balki uyda yashovchi shaxsning pensiya oluvchi maqomiga va gaz iste'molchi sifatida ro'yxatdan o'tganligi asoslanadi. Agar pensioner ijarada yashasa-yu, gaz shartnomasi uning nomida bo'lsa yoki u kommunal to'lovlarni o'zi amalga oshirsa, u ham kompensatsiya olish huquqiga ega bo'ladi. Asosiy mezon gaz iste'molchisi hisob-kitob varaqasidagi shaxsning pensiya oluvchi ekanligidir. Bir xonadonda bir nechta pensioner, agar bir xonadonda 2 yoki undan ortiq pensioner yashasa, kompensatsiya har bir pensioner uchun alohida beriladimi yoki xonadonga bir marta beriladimi? Aksariyat hollarda.
kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar xonadon birligi asosida hisoblanadi. Ya'ni bitta hisob raqami uchun bitta kompensatsiya. Masalan, agar bir uyda er-xotin pensioner yashasa, ularga bitta gaz hisob varag'i uchun bitta kompensatsiya miqdori ajratiladi. Bu kompensatsiya xonadonning gaz iste'moli bilan bog'liq bo'lganligi sababli. Uning asosiy maqsadi xonadon byudjetidagi yukni yengillashtirish. Bu yerda ikki xil yondashuv bo'lishi mumkin. Ammo amaliyotda ko'pincha bitta xonadon, bitta kompensatsiya prinsipi ishlaydi. 4 boshqa ijtimoiy imtiyozlar. Agar pensioner boshqa ijtimoiy himoya dasturlari masalan, temir daftar yoki ayollar daftari orqali moddiy yordam olsa, bu gaz kompensatsiyasiga ta'sir qiladimi? Odatda gaz kompensatsiyasi maqsadli yordam bo'lib, boshqa ijtimoiy dasturlardan mustaqil ravishda berilishi kerak. Bu degani, siz allaqachon boshqa imtiyozlardan foydalanayotgan bo'lsangiz ham gaz kompensatsiyasiga ega bo'lishingiz mumkin. Biroq bu har bir dasturning o'ziga xos shartlari va qoidalariga bog'liq. Ayrim hollarda umuman olganda ijtimoiy yordam olishda umumiy daromadlar inobatga olinishi mumkin. Lekin aynan gaz kompensatsiyasi ko'pincha alohida pensiya maqomi bilan bog'liq bo'lgan imtiyoz hisoblanadi. 5 asterisk mavsumiy yoki yil davomida. Kompensatsiya faqat isitish mavsumi uchunmi yoki butun yil davomida beriladimi? Gaz iste'moli asosan isitish uchun eng yuqori bo'ladi. Shu sababli asosiy va eng katta miqdordagi kompensatsiya isitish mavsumi odatda oktyabr-mart uchun ajratiladi. Yilning qolgan qismida ovqat pishirish va boshqa maishiy ehtiyojlar uchun gaz iste'moli ancha kam bo'ladi. Ayrim dasturlar yil davomida, lekin ancha kichikroq miqdorda kompensatsiya berishni ham nazarda tutishi mumkin. Ammo asosiy yordam aynan qish mavsumiga qaratilgan. E'tibor berilishi lozim bo'lgan tuzoqlar va nozik jihatlar. Eskirgan ma'lumotlar. Eng ko'p uchraydigan muammo pensionerlarning shaxsiy ma'lumotlari, pasport seriyasi, pensiya jamg'armasi, mahalla qo'mitasi yoki hudud gaz ta'minot AJ bazalarida eskirgan bo'lishi. Bunday holatda kompensatsiya avtomatik hisoblanishida xatoliklar yuzaga kelishi yoki mablag' noto'g'ri hisobga o'tkazilishi mumkin. Har doim barcha rasmiy idoralardagi ma'lumotlaringizni dolzarb holatda ushlab turish juda muhim. Bu kompensatsiyani tez va muammosiz olishning kalitidir. 2 asosiy byurokratiya va xabardorlikning yetishmasligi. Ba'zi pensionerlar qayerga murojaat qilishni, qanday hujjatlar kerakligini bilmasliklari sababli kompensatsiyadan foydalana olmaydilar. Bu yerda sizga yordam berish uchun men borligimni eslatib o'taman. Shu sababli ushbu videoni oxirigacha ko'rib chiqing va barcha maslahatlarga amal qiling. Shuningdek, mahalliy hokimiyatlar, mahalla qo'mitalari va davlat xizmatlari markazlari DXM doimiy ravishda axborot kampaniyalari o'tkazish kerak. Agar sizga shu kabi holatlar ma'lum bo'lsa, ularga yordam bering, ma'lumot bering. Ast-ast firibgarlik harakatlari, afsuski, har qanday ijtimoiy dasturda firibgarlar paydo bo'lishi mumkin. Sizga telefon qilib gaz kompensatsiyasini rasmiylashtirishda yordam beramiz. Faqat karta raqamingizni yoki maxfiy kodni ayting deb murojaat qiluvchi shaxslarga aslo ishonmang. Davlat organlari hech qachon telefon orqali bank karta ma'lumotlarini yoki SMS kodlarini so'ramaydi. Har qanday shubhali holatda faqat rasmiy idoralarga, masalan, pensiya jamg'armasi yoki DXga murojaat qiling yoki o'z yaqinlaringizdan yordam so'rang. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. 4 asterisk gaz hisoblagichining holati va ro'yxatdan o'tganligi. Kompensatsiya odatda rasman ro'yxatdan o'tgan va tekshiruvdan o'tgan gaz hisoblagichlari ma'lumotlari asosida hisoblanadi. Agar sizning hisoblagichingiz eskirgan bo'lsa, aniq ishlamasa yoki ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, siz kompensatsiya olishda qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Bunday holatlarda avvalo hudud gaz ta'minot AJga murojaat qilib, hisoblagichni tartibga keltirish zarur. 5 dasturning o'zgarishi. Asterisk ijtimoiy dasturlar doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Kompensatsiya miqdori, berish shartlari va jarayonlari vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun rasmiy yangiliklarni, ayniqsa hukumat portallaridagi e'lonlarni muntazam kuzatib borish muhimdir. Biz ham kanalimizda bunday yangiliklarni imkon qadar tezkorlik bilan e'lon qilib boramiz. 6. Kompensatsiya naqd pul ko'rinishida berilmasligi. Asterisk ko'pchilik kompensatsiyani naqd pul shaklida olishni kutadi. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, aksariyat hollarda kompensatsiya bevosita gaz hisob-kitob varaqasiga chegirma sifatida qo'shib hisoblanadi. Bu pul sizning gaz to'lovlaringizdan avtomatik ravishda kamaytirib ko'rsatiladi. Ya'ni siz kamroq to'laysiz.
Bu tizim moliyaviy oqimlarning shaffofligini oshirish va maqsadli ishlatilishini ta'minlash uchun joriy qilingan. Bu jihatlarni bilish sizni o'g'rigarchilik va tushunmovchiliklardan saqlaydi. Kompensatsiya jarayonini samaraliroq qiladi. Practical advice, specific steps on what the viewer should do. Endi eng muhim qismga yetib keldik. Amaliy maslahatlar. Bu yerda men sizga gaz kompensatsiyasini olish uchun aniq qadamlar ketma-ketligini tushuntiraman. Bu qadamlarni diqqat bilan bajarsangiz, muvaffaqiyatga erishishingiz shubhasiz. İlk qadam. Muvofiqligingizni tekshiring va ma'lumotlaringizni aniqlang. Birinchi navbatda siz O'zbekiston Respublikasining pensiya oluvchi fuqarosi ekanligingizni va pensiya jamg'armasida ro'yxatdan o'tganingizni tasdiqlang. Bu asosiy talab. Shuningdek, gaz hisob-kitob varag'angizni, kvitansiyangizni toping. Undagi ma'lumotlar shaxsiy hisob raqami, manzil, familiya, ism, otasining ismi, sizning pasportingiz va pensiya guvohnomangizdagi ma'lumotlar bilan to'liq mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar bo'lsa, ularni keyingi qadamlarga o'tishdan oldin bartaraf etish kerak. Masalan, ismingiz o'zgargan bo'lsa, nikoh tufayli va hujjatlarda yangilanmagan bo'lsa, bu to'sqinlik qilishi mumkin. Yoki manzil ma'lumotlaringiz eski bo'lsa, 2 qadam zarur hujjatlarni to'plang. Kompensatsiyani rasmiylashtirish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Ro'yxat o'zgarishi mumkin, ammo bu asosiy hujjatlardir. Fuqarolik pasporti asl nusxasi va nusxasi. Sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. 2. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Sizning pensiya oluvchi maqomingizni tasdiqlaydi. 3. Asl gaz to'lovi kvitansiyasi yoki oxirgi hisob-kitob varaqasi. Bu sizning shaxsiy hisob raqamingizni va gaz ta'minoti shartnomangizni tasdiqlaydi. 4. Yashash joyingizdan ma'lumotnoma mahalla qo'mitasidan. Ba'zi hollarda bu talab qilinishi mumkin. Ayniqsa sizning ma'lumotlaringizda aniqliklar kiritish kerak bo'lsa, bu sizning haqiqatan ham shu manzilda yashayotganingizni tasdiqlaydi. 5. Bank hisob raqami rekvizitlari. Agar kompensatsiya naqd pulsiz lekin hisobingizga o'tkazilsa, ko'pincha bu talab qilinmaydi. Chunki kompensatsiya to'g'ri gaz hisob varag'iga o'tkaziladi. Ammo ehtiyot shart bo'lishi mumkin. Bu hujjatlarning barchasi tartibli va asl nusxalarda bo'lishi kerak. Nusxalarni ham oldindan tayyorlab qo'yish maqsadga muvofiq. 6 qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Gaz kompensatsiyasini rasmiylashtirish yoki unga oid ma'lumot olish uchun bir nechta asosiy joylar mavjud. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu bir oynalik tamoyil asosida ishlaydigan eng qulay joy. Ko'plab ijtimoiy xizmatlar, shu jumladan kompensatsiya dasturlari bo'yicha murojaatlarni DXM orqali amalga oshirish mumkin. Ular sizga ariza shakllarni beradi, hujjatlaringizni qabul qiladi va jarayonni boshlashga yordam beradi. DXM xodimlari sizning savollaringizga aniq javob berishadi va to'liq yo'l ko'rsatishadi. Pensiya jamg'armasi bo'limlari. Siz pensiya oladigan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari ham kompensatsiya masalalari bo'yicha ma'lumot berishi va ba'zi hollarda arizalarni qabul qilishi mumkin. Chunki kompensatsiya sizning pensiya oluvchi maqomingizga bevosita bog'liq. Mahalla qo'mitasi, mahallangizdagi mahalla raisi yoki kotibi ham bu masalada sizga yordam berishi mumkin. Ular ko'pincha bu kabi ijtimoiy dasturlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladilar va hatto zarur hujjatlarni to'plashda yoki arizani to'ldirishda amaliy yordam ko'rsatishlari mumkin. Ba'zi joylarda mahalla raisining tavsiyanomasi talab qilinishi ham mumkin. Hudud gaz ta'minot AJ'ning mahalliy bo'limlari to'g'ridan-to'g'ri gaz ta'minotchisi sifatida. Ular kompensatsiya hisoblash mexanizmi va uning sizning shaxsiy hisobingizga qanday tushishi haqida eng aniq ma'lumotni bera oladilar. Agar sizning ma'lumotlaringizda xatoliklar bo'lsa yoki hisoblagich bilan bog'liq muammolar bo'lsa, ularni aynan shu yerda hal qilish kerak. MyPokop.uz portali. Agar siz internetdan foydalanishni bilsangiz yoki sizga bu borada yordam beradigan yaqinlaringiz bo'lsa, davlat xizmatlari portalida MyPokop.uz onlayn murojaat qilish imkoniyati ham paydo bo'lishi mumkin. Bu eng tez va qulay usul bo'lishi mumkin. Portalda tegishli xizmatni topib, elektron ariza to'ldirishingiz va hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklashingiz mumkin. 4 qadam. Arizani to'ldirish va topshirish jarayoni. Murojaat qilgan joyingizda sizga maxsus ariza shakli beriladi. Ushbu arizani diqqat bilan va to'g'ri to'ldirish juda muhimdir. Arizada odatda quyidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi. Ariza beruvchining FIO familiyasi, ismi, otasining ismi, pasport ma'lumotlari, pensiya guvohnomasi seriya va raqami, yashash manzili,
aloqa uchun telefon raqami, gaz shaxsiy hisob raqami, gaz kvitansiyasidan olish mumkin. Kompensatsiya olish istagi va uning asoslari, ya'ni pensioner ekanligingiz. Arizani to'ldirgandan so'ng unga barcha zarur hujjatlarning nusxalarini ilova qilib, mas'ul xodimga topshirasiz. Hujjatlarni topshirganingizda albatta qabul qilinganligi haqidagi tasdiqnomani rasmiylashtirilgan hujjatga shtamp bosib, sana qo'yib berishlari kerak yoki arizangizning ro'yxatga olingan raqamini oling. Bu sizning murojaatingiz tasdiqlanganligini va uning ko'rib chiqilish jarayonini kuzatish uchun muhimdir. Jarayon qancha vaqt olishi haqida so'rab oling. Odatda bunday arizalar 15 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. 5 qadam. Arizangizning holatini kuzatib boring. Arizangizni topshirganingizdan so'ng belgilangan muddat ichida uning holati haqida ma'lumot olish uchun murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz DXM orqali murojaat qilgan bo'lsangiz, ular sizga bergan ro'yxatga olish raqami orqali onlayn yoki telefon orqali holatini tekshirish imkoniyatini berishi mumkin. Agar siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilgan bo'lsangiz, ularning aloqa markaziga qo'ng'iroq qilishingiz yoki shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Agar gaz hisob kitob varaqangizda chegirma paydo bo'lmasa yoki kompensatsiya hisoblanmagan bo'lsa, zudlik bilan murojaat qilgan idoraga qayta murojaat qiling va sababini so'rang. 6 qadam. Ogoh bo'ling va firibgarlardan saqlaning. Yuqorida aytib o'tganimdek, har qanday shubhali telefon qo'ng'iroqlari yoki SMS xabarlarga e'tibor bermang. Faqat rasmiy manbalarga va siz shaxsan borib murojaat qilgan idoralarning ma'lumotlariga ishoning. Hech kimga bank karta raqamingiz, PIN kodingiz yoki SMS orqali keladigan tasdiqlash kodlarini aytmang. 7 qadam. Ma'lumotlaringizni doimiy yangilab turing. Kelajakda hech qanday muammolarga duch kelmaslik uchun pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz va aloqa telefon raqamlaringizni pensiya jamg'armasi, mahalla qo'mitasi va hudud gaz ta'minot AJ bazalarida doimiy ravishda yangilab turishga odatlaning. Bu sizning har qanday ijtimoiy dasturdan, kelajakdagi yangi imtiyozlardan muammosiz foydalanishingizni ta'minlaydi. Bu qadamlarni to'g'ri bajarganingizda gaz kompensatsiyasini olish jarayoni siz uchun ancha yengil kechadi va siz davlatimizning g'amxo'rligini o'z byudjetingizda sezishingiz mumkin bo'ladi. Conclusion and final hook. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugun biz O'zbekistonning barcha pensionerlari uchun joriy etilgan Atal Tavarzxadeno degan muhim belgi bilan tasdiqlangan gaz kompensatsiyasi dasturi haqida to'liq va atroflicha ma'lumot oldik. Bu shunchaki bir yangilik emas, balki keksa avlod vakillarimizning hayotini yaxshilashga qaratilgan amaliy qadamdir. Bu dastur sizning oilaviy byudjetingizdagi og'irlikni sezilarli darajada kamaytirishga, qish mavsumini tinchroq va xotirjamroq o'tkazishingizga yordam beradi. Unutmang, sizning pensiya oluvchi maqomingiz bu kompensatsiyaga ega bo'lish uchun yetarli asosdir. Endi esa hurmatli tomoshabinlar, sizlardan bir iltimos. Bu videodagi ma'lumotlar qanchalik foydali bo'lgani haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar siz allaqachon bu kompensatsiyani olgan bo'lsangiz, o'z tajribangizni baham ko'ring. Bu boshqa pensionerlarga juda katta yordam beradi. Savollaringiz bo'lsa ham izohlarda yozib qoldiring. Imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Toki kelajakda shunday muhim va amaliy ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Bu videoni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa pensiyadagi qarindoshlaringizga yuboring. Toki ular ham bu muhim yangilikdan xabardor bo'lishsin va bu imkoniyatdan foydalana olishsin. Sizning e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha